asosiy mana bitta. Hammasini ko'rsatib o'taman. Silver Urin 10% ketgan. Goldga qarab ketyapti. Silverda bitta tezroq ko'rsatib o'tishga harakat qilaman, video cho'zilib ketmasligi uchun. Bunga kirish juda qiyin bo'lyapti. Xo'p, bu Solana ham Silver o'rnida ochmayapti. Tak, Lightpeak bronzada. Lightpeak bilan Light King sayti bronzada paka. Mana bu ikkalasi bronzada turibdi. Agar narxiga kelishsak, yo buni ikkalasini birini silverga ko'tarishga harakat qilaman. Ko'tarib beraman. Agar narxi arzonroqqa to'g'ri keladigan bo'lsa, shu o'rinda paka qoladi. Tron ham silver o'rnida. Mana 0.06 beradi har soatda. Tak. Даже bunda bonus ham bo'lishi ham mumkin. Mana bonusini ham qarayinglar. Pashti 400 ta bonus bor, 394 ta bonusi ham bor. Ishlayman degan odam bonus ishlasa ham bo'ladi. Tak, Dogepik. Nimaga bunaqa tormozat qilyapti? Mayli, hozir yana paktor keyin ko'ramiz. Solanani ko'raylikchi. Mana Solanada 40 ta bonus bor. Solana ham silverda. Goldga qarab ketyapti. Ikkitadan oshiq, uje 2.8 aylanib qo'ygan, 28% uje goldga qarab ketgan. Yana 8 ta, даже 7 tadan ko'proq o'yin o'ynasanglar, uje goldga chiqib ketasizlar. Qancha beradi ko'rsatilgan. Tak. Xo'p, bizga buni qo'yib turamiz. Buni точно bilmayman. Bu ham yo bronzada, yo silverda. Adashmasam, bu ham silverda bo'lishi kerak. Точно bilmayman. Hozir qaranglar, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 3 ta sayt silverda. Bu ikkalasi faqat bronzada turibdi. Endi kelishilgan holda birovni ko'tarib berishi mumkin. Tak, mana bu Dogepik sayti ham adashmasam silverda. Yo'q. Bu ham bronzada ekan. Silverga qarab 32% yuribdi. Tak. Mana bu Tron King sayti silverda bo'lishi kerak. Xullas, bu ham silverda.
ta bo'lsa, u bilan 4 ta bo'ladi. Mana bu sayt Silverda. Tompik sayti 4 ta bo'lsa 5 ta bo'ladi bu bilan. Mana bonusi ham 232 ta bonus. Bonusi bilan shunday podarka bo'ladi. Tonking sayti. Tonking saytida ham Silverda 28% goldga qarab yurgan. Xo'p do'stlar, 1 2 3 4 5 6 ta sayt Silver o'rnida ekan. 6 ta sayt. Tak, asosan 4 ta, 8, 9, 10 ta. Mana shu 10 ta saytlar ikkinchi akkaunt bor. Bularida olib paka ochilmagan. Endi har kimning xohishi. Mana bu efirimda ham bor. Efirimda ikkinchi o'rinda. Bu bilan 11 ta bo'ladi. Tak, qaranglar. 6 tasi Silverda. Hozir mana bu Dogefix saytini ochib ko'ra olmadik. Dogeking точно golddagi nimada Silverda garantisi bilan. Mana bu Dogefix sayti ham Silverda bo'lishi kerak. Bu ham Silverda точно. Agar Silverda bo'lsa 1 2 3 4 5 4 2 ta 4 ta 5 6 ta. Bu bilan 7 ta bo'ladi. 7 ta sayt goldda Silverda bo'lar ekan. Xullas qolgani bronzada. Agar bu ikkalasini qayb kelishamiz. Bu ikkovi paka bronzada va ikkalasi bo'lsa tak только shu ikkalasi bronzada. Keyin Dogeking 3 ta sayt nimada bronzada ekan, qolgani hammasi silverda. Mana bu tolka qimmat bo'lgani uchun, o'shaning uchun bu paka ikkinchi o'rinda. Xo'p do'stlar, mana shuncha sayt. Narxi 15,000 rubl. Agar nima bo'lsa, kelishib beramiz. Agar oladigan odam bo'lsa, arzonroq qilib beraman. Gmail polniy xod telefoniga o'rnatib 100% o'rnatib beriladi. Parollaringizni alishtirguncha polniy xod o'rnatib beraman telefoningizga. Parolni alishtirib olasiz. Undan keyin menda udalit bo'ladi. Udalit bo'lsa ham, bo'lmasa ham uje siz parolni alishtirgandan keyin menga uje interesno. Вообще-то menga birovni haqqi ham kerak emas u. Birovni narsasiga men teginmayman. Sotilgan narsa sotilgan joyda qoladi. O'shaning uchun kimga kerak bo'lsa, biz Gmail lekin sotib olmayizlar birontadan. Boshqa birontadan sotib oladigan bo'lsak, Gmailni olmasdan pul kiritib rasxod qilib o'tirmayizlar. Faqat Gmailni bersagina sotib olish kerak. Любой saytda. Bo'lmasa Gmail sotib olmasangizlar, Gmailni bermasa uje bekor. Tak, hozir mana bu saytni ko'rsatib o'tamiz. Tak, mana buni. Litecoin mining sayti. Litecoin mining sayti hozir xullas Bybitga chiqaramiz hozir. Xullas mana shu summani chiqarar ekan. Men buni oldinroq chiqargandim. Undan keyin video qilaman deb boshqa shu bilan yodimdan chiqib ketdi. Bir marta emas, 3 martami chiqardim. Faqat men bu yerga Bybitga bir marta chiqardim. 2 marta Faucetbek kashaloqqa chiqarganman. Tak, Winisty kriptovalyuta Litecoin deb ibrat qilamiz. Va mana buni bosamiz. Mana buni bossak copyright qilib oladi yoki buni bossak copyright qilib oladi. Undan keyin saytga o'tamiz. Yo'q. Mana mining saytiga o'tamiz.
Xullas bu yerda Wizardga kiramiz. Qaranglar qancha chiqarib berishini. Mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan qancha chiqarib berishini. Tak. Hozir Wizard. Уже o'zi avtomatik qo'yib turibdi qancha chiqarib berishini. Va mana buni bossak. Yo'q. Уже chiqib ketdi pulimiz. Xullas bosgandan keyin adresni joylash kerak edi. Adres joylandi, уже chiqib ketdi, mana to'lab berdi. Yashil bo'ldi mana bu yer. Investorga hozir o'zbekchaga bo'ladimi ekan? Mana. Xullas to'lab berdi 100%. Tak, hozir kutamiz qancha vaqtda tushib kelar ekan. Hozir Bybetga bir kirib ko'ramiz. Bitta zagruzga bersak. Yo'q, hozir tushib kelmadi. Qaranglar, ikkinchi marta chiqaraman desam, nima deydi? Tushunmadim. Bu ham nima adres qo'yilib ketdi. Davom eting. Bosamiz-chi. Kattaroq miqdorda Litecoin sotib olish uchun xohlasangiz 1.4 versiyasini sotib oling deyapti. Bu qarang. O'sha pulimiz to'langan. 1.4 versiyasi deyapti. Endi bizga hozir mana bu pul chiqarib beryapti-da, bir kun mobaynida. Bir kunda bir marta chiqariladi bu. 24 soatda bir marta chiqadi. 24 soatda bir marta chiqqandan keyin u kapekada. Zato to'lab beryapti, lekin bizga biron so'm rasxod ham qilganimiz yo'q, o'zini berganini o'zi chiqarib beryapti. Lekin 1.4 versiyasini ol deyapti. 1.4 versiyasini oladigan bo'lsak, mana 3 ta Litecoin so'rayapti. Mana shu versiyani olsak, bizga 1 yil bu kuniga 20 Litecoin ishlar ekan. Agar 3 versiyasini olsak, kuniga 20 Litecoin deb qo'ygan. Bir kunda 20 Litecoin ishlar ekanmi? Biz agar 3 ta Litecoinga sotib olsak, bir kunda 20 Litecoin ishlab berar ekan. Pul olish chegirmasi yo'q. Bunda keyin temboli qancha pul chiqarib olishingiz nimasi yo'q deyapti. Chegirma yo'q deyapti. Mana bu yerga yozib qo'ygan.
Ya'ni boshqa bunaqa minimalka qo'yilmaydi. Xohlagan pulingizni chiqarasiz deyapti. Endi saytda aytishi bo'yicha. Lekin buni riskovat qilmaslik kerak. Chunki nimaga deganda bu ishonchsiz. Sotib olsanglar bu 20 ta kuniga ishlab beradi deyapti, lekin siz 3 taga sotib olib bir kunda o'zini oldingi ishlaganini ham chiqarib olishingiz mumkin. O'sha bilan plyusga chiqib ketasiz, lekin bu не может быть. Bunaqa katta summani chiqarib berishi umuman ishonchsiz. Hatya bitta Litecoin bo'lgan taqdirda ham riskovat qilib ko'rsangiz bo'ladi, lekin mana bu 3 ta Litecoin pashta 30 ming bo'ladi-da. 30 ming bo'lmasa ham 25 mingdan oshadi. Mana bularda olsangiz, bularda ham cheklov bor, qanchadir cheklov bor. Misol bitta Litecoin'ga olasiz-u, cheklov qo'yilgan. Hozir bu o'zbekchadan o'chib ketdimi? Kuniga ikkita pul olish. 2 Litecoin olishingiz. Kuniga 2 ta Litecoin olasiz ekan. Agar mana bu bittaga sotib olsangiz ham, mana shuni riskovat qilib ko'rishlaringiz mumkin. 6 oy ishlab berar ekan. 6 oy ishlab berar ekan. Kuniga 0.2 ishlab berar ekan. Tushundim endi. Hozir mana bu xato aytgan ekanman. 20 ta ishlab beradi degan ekan. 1 yilda 20 ta ishlab berar ekan. 1 yiliga. Bunda xohlagan pulingizni chiqarib olishingiz mumkin ekan. Mana bunisida esa kuniga 4 ta Litecoin chiqarib olishingiz mumkin. 2 ta Litecoin kiritsangiz kuniga 4 ta Litecoin chiqarar ekansiz. Kuniga 0.4 ishlab berar ekan. Kuniga 4 ta emas, 4 tagacha chiqarib olsangiz bo'lar ekan. Bir chiqarganda minimalka 4 ta bo'lar ekan. Kuniga ekan mana shuncha ishlab berar ekan. 9 oy ishlaydi ekan. Tak. Bir versiyasi mana bitta Litecoin'ga kuniga 2 ta Litecoin ishlar ekan. 2 ta Litecoin chiqarsa bo'lar ekan har kuni. 6 oy ishlab berar ekan bu. Kuniga 0.2 Litecoin nima qilar ekan? Tak, ishlab berar ekan. Hozir mana tepadagisi bu 6 oy bo'lsa, bunisi ham 0.1 kiritsangiz kuniga 2 ta olish. 0.1. Ya'ni mana buni sotib olsanglar ham bo'lar ekan. 0.1 kuniga 2 ta Litecoin, 2 ta pul olish. Ya'ni 2 ta pul olish deb qo'yibdi bu yerga. 2 ta Litecoin chiqarishingiz mumkin ekan. Mana bu versiyani sotib olsanglar 0.1 kiritasizlar. Mana bu 1 versiyasini sotib olasiz. Xullas kuniga 3 oygacha pul chiqarasiz. Sizga kuniga mana bu pul ishlab berar ekan. 0.05 ishlab beradi. Lekin har kuni agar endi 2 ta Litecoin bo'lsa, Litecoin misol 10 ta 15 ta bo'ladigan bo'lsa, kuniga 2 donadan chiqarib olishingiz mumkin ekan. 2 dona Litecoin. Mana bunga lekin riskovat qilib ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu bitta Litecoin yoki 0.1 shu ikkalasiga riskovat qilib ko'rishlaringiz mumkin. Qolganiga men garantiya bera olmayman. Garantiya bermayman bularga ham. Men hech vaqt garantiya bermayman saytga. Bu mining saytlarga. Lekin o'shani riskovat qilib ko'rsa bo'ladi. Hamma joyda riskovat bor. Kuniga foyda 0.02.
kuniga mana shuncha berar ekan o'zi hozir sayt ochganingizdan keyin o'zi kuniga mana shuncha ishlab berar ekan registratsiya o'tgandan keyin. Xullas menda mana bu 5 ta, adashmasam 5 ta Litecoin. Bu какой-то konkursga qatnashdimmi, nimaga qatnashdim, o'shanda men yutib olganman, adashmasam. O'shanda hisobiga 5 ta Litecoin bo'lib ketgan menda hozir. Xullas do'stlar, hozir уже 20 minut bo'lib ketdi. Даже men buncha bo'ladi video deb o'ylagan yo'q edim. Hozircha pulim tushib kelgan yo'q. Qanchaga tushib kelsa, adashmasam darrov to'lab berish kerak edi. To'g'ri chiqardimmi yoki noto'g'ri chiqardimmi bilmadim. Men adashmasam boshqa narsaga chiqarib yubordim. Xullas mana pastdagi adresga chiqarib yuborganman. Tak, men adashib boshqa tarafga chiqarib yuborganman. Bilmayman qayerga chiqarib yubordim. Pulimiz 100% to'lab bergan. Sayt bo'yat 1 minutda ichida tashlab berish kerak, u 5 minutga qolmaslik kerak. Lekin hozir menga u yoqqa borib tushmadi. Adashmasam mana bu nimaga tashlab yubordim. Bu nima bo'lsa, qayerdan bu adres topib keldim men? Xullas xatochilik bo'ldi chiqarishda. Boshqa tarafga ketib qoldi pulim. Так что sayt to'lab beryapti. Umuman bundan xavotir olmasanglar bo'ladi. Ertaga agar nima bo'lsa, yana endi ertaga soat hozir 3 bo'lib ketdi, yarim kecha bo'ldi. Ertaga mana shu vaqtga mumkin chiqarishim mumkin. Lekin ertaga meni vaqtim bo'lmasligi mumkin. Bir kunga, kunduz kunga video qilib shu haqida aytib o'tib ketaman. Yana bir chiqarib ko'rsatib o'tib ketaman. Endi bu videoni juda qisqa qilamiz. O'sha videoni qisqa qilib, просто tak o'shani o'zini chiqarib ko'rsataman. Xo'p do'stlar, video shundan iborat. Kimga ma'qul bo'lsa, o'sha saytlar sotiladi. Bemalol mana bu saytdan kimga ma'qul bo'lsa, bemalol ishlashlaringiz mumkin. To'lab beradi sayt. Men bir marta emas, 3 marta chiqarib ko'rdim.